Koreyada chet elliklar jinoyatlarning qariyb 2% sodir etmoqda, biroq ommaviy axborot vositalarida vaziyat bo'rttirib ko'rsatilyapti. Janubiy Koreya Milliy politsiya agentligining ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda turli jinoyatlar uchun 35 mingdan ortiq chet ellik ushlangan. Bu mamlakatdagi barcha jinoyatlarning taxminan 2% ni tashkil etadi. So'nggi 10 yildan ortiq vaqt mobaynida ham bu ko'rsatkich deyarli o'zgarmagan. Misol uchun 2012-yildan 2021-yillar oralig'ida xorijliklar ishtirokidagi jinoyatlar ulushi 1,3 dan 2,4% atrofida bo'lgan. Masalaning yomon tomoni, chet ellik ishchilarning qariyb 45% ishlab chiqarish sohasida mehnat qiladi. Shu sababli ko'plab koreyslar ular bilan kundalik hayotda deyarli gaplashmaydi. Shuning uchun mamlakatda chet elliklar haqidagi tasavvurlar ko'pincha yangiliklar va ommaviy axborot vositalari orqali shakllanadi.